Ertalab bo'lib ketibdi-ku, tong otib tushunmadim. Voy yetil yaramas, tur nima qilyapsan meni uyimda? Voy yaramas, tur. Voy yaramas yetil, tur deyapman men senga. Hoy, o'rningdan tur, eshityapsanmi axir? Hozir. Ben qayerdaman? Jinnimisan, meni uyimdasan. Nimaga meni uyimga kelib uxlab qolding? To'xta. Men kecha o'zimni uyimda uxlagandim. Qanaqasiga sen uyingda uxlab qoldim? Sen meni uyingga ko'tarib keldingmi? Yo, jinnimisan, men sen nimaga uyimga olib kelar ekanman? O'zingning uyingda yotsang bo'lmasmidi? Men o'zimni uyimda yotgandim. Qanaqasiga sen uyingga kelib qoldim tushunmayapman. Tushunmaysanmi? Voy yaramas, sen meni uyimga kelib uxlagansan. Yo'q, o'zimni uyimda uxlagandim, tentak. Tushunmadim. Unda qanaqasiga meni uyimga paydo bo'lib qolding? Voy yaramas, qayoqqa ketdi? Bu qanaqasiga o'zining uyida uxlab turib meni uyimda paydo bo'lib qolishi mumkin? Kravatni olib kelib olgan, yaramas. Borib kravatini berib kelayin endi. Bu jitel yaramas. Asabni buzadi-da mana shunaqa qilib, birovning uyiga kelib uxlab olib. Qayoqqa ketdi endi? Qaysi biri edi bulardan? Bilmadim, lekin uni fartugi yo'q edi. Voy, hozir bitta jitel qayoqqa ketganini ko'rmadingmi? Uyimdan chiqqan jitel? Bilmadim, uyalganda o'rmonga chiqib ketdi, seni oldingda uxlab qolgan ekan. Men oldimda qandaysiga uxlab qolgan hayronman. Birga uxladilaringmi? Jinnimisan, birga uxlaganimiz yo'q, u boshqa tomonda uxlagan. Tushunarli. Uyi qaysi tomonda? Bu yerda uyning orqa tomonidagi birinchi uy. Bo'pti, mayli. Bor, mana bu kravatini uyiga qo'yib qo'ying. Qanaysiga u yaramas meni uyimga kelib qo'ygan, tushunmayapman. Boru, ha mayli, hech narsa qilmaydi. Bu yerga qo'yib yuboribman, mana bu yerda tursin. Bo'ldi, endi bor polzekinlarimdagi ishlarni, u yoq bu yoqdagi ishlarni ko'rishim kerak. Lekin juda ham tushunmadim. Bu yerda uyim tepasida nima bor? Uyim tepasida hech narsa qurmagandim-ku. G'aroyib, bilmadim. Hozir menda narvon yo'q, narvon yasab turib tepaga chiqib ko'rishim kerak. Nimadir paydo bo'lib qopti uyim ustida. Bilmayman, bu yerga hech qanaqa narsa qo'yib qo'ymagandim o'zim. Balki kimdir qo'yib ketgandir. Balki qanaqadir tosh tushib qolgandir. Tosh turibdi-yu uyning ustida. Qanaqa tosh tushib qoladi muhimi? Qizig'i, to'g'riroq, muhim emas, qizig'i. Bilmadim, kimdir tosh qo'yib ketgan bo'lishi ham mumkin. Yaramas jetellarning ishi bo'lsa kerak, balki jetellarning ishi emasdir, balki boshqa kishining ishidir, bilmayman. Xullas, kimning ishi bo'lsa ham hozir aniqlashtirishga harakat qilaman. Bizga versiya uyimda bor, nima qilaman bu yerda versiya yasab o'tirib. G'aroyib narsa qilingan. 3 ta, 4 ta, 5 ta tosh qo'yilgan. O'rtasi qanaqadir ochiq. Mayli. Keyin ko'raman, hozir bir ikkita ishlar bor, o'sha ishlarni hal qilib olish kerak. Qanday hal qilaman bilmadim. Ishlab hal qilaman, qanday hal qilishim mumkin axir? Nima daraxtlarni taporga taxtaga aylantiramiz, taxtalarni esa cho'pga aylantiramiz. Cho'plardan esa narvon yasavoramiz. Narvon nechta? 18 ta narvon. Buncha narvonni men nima qilaman? Bo'pti, turib tursin, shu yerda hozir polzekinlarimni yig'ishtirib janob merga borib soliq to'lab kelayin. Keyin esa o'zimda yana bitta ikkita ishlarim bor, o'shalarni hal qilsam bo'laveradi asta-asta. Qanaqa ishligini esa keyin ko'rasizlar, obunachilar. Sizlar esa hozircha kanalga obuna bo'lib qo'yaveringlar, chunki zo'r videolar chiqib boryapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, agar zo'r bo'lmayotgan bo'lsa, aytinglar, zo'r bo'lmayapti, yoqmayapti, mana shu joyini o'zgartir, mana shu joy bunaqa bo'lsin deb. Faqat yangilik qachon deb yozmanglar kommentariyaga, chunki yangilikda o'zim aytaman qachon bo'lishini. Hali bo'ladi, asta sabr qilib turinglar-chi. Menimcha chotki bo'ldi. Endi men narsalar qaytarib ekib chiqish kerak. Tez ekib chiqayin, janob merga bor soliq to'lasa menga bugun oylik beradi adashmasam. Agar oylik beradigan bo'lsa zo'r bo'lardi. U pulga borib turib nimadir sotib olsam bo'ladi. Bugun polnosti 13-qishloqda video oldim. Ko'rgan bo'lsanglar, bugun 4 ta video chiqdi. 4 tasi ham 13-qishloqda bo'ldi. O'shaning uchun endi obunachilar ertaga qaytib 5-qishloqqa ketaman, chunki xotinni juda ham sog'indim bor. Xotinimni ko'rmasam bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Tezroq mana bu narsalarni joylashtirib, janob merga borib topshirib deganda ishlarni qilsam, keyin asta surib o'rsam bo'ladi bu yoqdan. Zo'r bo'lardi tezroq ketsam, keyin xotinim bilan borib yangilik qilsa ham bo'lardi. Keyin janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kejoha. Mana bu polzekinlarni olib kelgandim. Mayli-ku, lekin bir ayb ish qilib qo'yibsan. Qanaqa ayb ish qilibman? Bir jetel kecha seni oldingda uxlabdi. Shunaqa. Lekin nimaga sen uni oldingda uxlatding? Qarochi, u aytayapti, men o'z uyimda uxlab yotgandim. Ertalab turib qarasam, seni uyingda bo'lib qoldim, deyapti. G'alati. Nimaga unaqa bo'libdi ekan? Bilmadim, tushunmayapman. Balki siz bilarsiz deb o'ylagandim. Siz ham bilmaydiganga o'xshayapsiz-a? Yo'q, men bitta narsani taxmin qilyapman, lekin u emas shekilli. Qanaqa narsani? Keyin aytaman. Hali yana shu voqea qayta takrorlansa aytaman. Mayli, unda ketdim. Mayli, borib bir uxlab olgin, sen charchagansan shekilli. Mayli, bu tunda uxlab olish kerak bo'lsa uxlavoramiz. Hali kech bo'lmabdi-ku. Mayli, kech bo'lsa uxlavораman. Kechgacha nima qilsam ekan? Jetellar bilan gaplashaymi ekan? Qarochi qishloqda bir aylanib chiqaman kech bo'yincha mazza qilib, toza havo deganda, toza havo ham yo'q. Jetellar havoni ifloslantirib tashlayapti.
Qo'rqmadingmi Jo'xan kecha nimaga unaqa bo'lganini bilib? Yo'q, qayerdan qo'rqaman? Ha, mayli, bu kecha ehtiyot bo'l-da. Ha, bo'pti, o'zi kecham tushibdi, men borib uxlay. Mayli, uxla, lekin jetel yana paydo bo'lib qolmasin yoningda. Ha, mayli, muhim sen borib uxlamasang bo'ldi, boshqa jetel paydo bo'lsa ham. Kravat bor mayli, bitta uxlash, xo'p, men kravat olib kelib qo'yibman senlarga. Bo'ldi, endi borib uxlaversam ham bo'ladi. Juda ham zerikdim, to'g'risini aytsam. Jetellar bilan gaplashib o'tirish asabni buzadi. Mana bu Toshdo'lda yorug'lik qanday chiqyapti tushunmadim. Bu yerda tomni ustida hech qanaqa yoritgich narsa yo'q-ku, qanday yorug' bo'lyapti, hayronman. Mayli. Bo'pti, endi kirib uxlaverayin. Xayriyat, mana yerda hech qanaqa kravat yo'q. Xonamni svetini olib tashlaganmanmi? Ha, olib tashlabman shekilli. Bo'pti, короче. Endi uxlaymiz, короче. Tushunmadim. Voy, yaramas jetel. Yana kelib olganmi bu jetel? Tur deyapman men senga. Tur oy jetel, tur. Nima qilyapsan? Yana kelib uxlab oldingmi uyimga? Tur deyapman, nima qilyapsan? Men qayerdaman? Jinni, men uyimdasan. Sen kimsan? Eslolmaysanmi? Bu qishloq qaysi qishloq? 13-qishloq. Obbo, men 17-qishloqdanman u. Bizni qishlog'imizda nima qilyapsan? Bilmadim, kecha adashib qolgandim, birdan sen yoningda paydo bo'lib qoldim. Qayoqqa adashib qolganding? O'rmonga ketayotgandim, birdan adashib qoldim. Keyin esa hushdan ketib qoldim va bu yerda paydo bo'lib qoldim. To'xta, amayli kravat turib tursin. Qanaqasiga hushdan ketib meni yonimda paydo bo'lib qolishi mumkin? Tushunmadim. Qayoqqa ketdi? Tushunmadim. Hozir janob merga aytaman. Janob mer aytganda, agar yana takrorlansa sababini aytaman degandi. Janob mer. Nima bo'ldi? Yana takrorlandimi? Ha, bu marta yonimda paydo bo'lib qolgan jetel boshqa qishloqdan ekan. Shunaqa, rostdan ham men taxmin qilganimdek ekan. Nima bo'ldi? Tushuntirib gapiring. Uying ustida qanaqadir narsa bormi, g'alatiroq? Bor, toshlar bor, qanaqadir yorug'lik. Bo'ldi, tushundim. Seni uyingda karochdak sirli chaqiruv bor. Qanaqa sirli chaqiruv? Adashib qolgan barcha jetellar tunda adashib qolishsa, ular seni uyingda paydo bo'lib qolishadi avtomatik ravishda. Demak, men uyim qutqaruv qanaqadir mayog'imi shunaqa narsaga o'xshaydi. Xuddi shunday. Uni olib tashlasang, seni uyga kelmaydi keyin. Lekin qayoqqa keladi keyin? Men uyimni oldiga olib kelib o'rnatib qo'y, meni oldimga kelib bemalol xohlagancha jetel yashasin. Men ularni qutqarishga tayyorman. Bo'pti, undan janob mer hozir olib kelaman. G'alati, rostdan ham agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, juda ham zo'r ekan. Boro jetellar qanaqasiga adashib qolgan jetellarni qutqarib qo'yapman. Zo'r, gap yo'q, boro. Bo'pti, hozir narvon kerak, tapor, shu narsalarni olib chiqib janob mer uyga ko'chiraman. Kravat menga qoladi estalik uchun. Tak, tepaga mana shu yerdan chiqsam bo'lsa kerak, chunki shu yer eng zo'r, eng qulay joy shu yer. Bo'ldi, yetadi. Tepaga chiqamiz asta. Mana yerda yoritgich bor ekan. Demak, mana shu yoritgich jetellarga mayoq vazifasini bajaradi va hammasini men uyimda oldiga chorlar ekanda. Endi tushundim nimaga bunaqa bo'lganini. Bo'ldi, janob merni uyiga borib, shuni o'rnatib beraman. Tamom, mazza qilib o'tirsam bo'lar ekan uyimda. Uyni ustiga o'rnatish kerak shekilli, uyni ichiga paydo bo'lib qolishi uchun uyni ustiga chiqib olish kerak birinchi o'rinda. Qayerdan chiqsam, mashinadan chiqsam bo'ladi shekilli. Hop, chiqamiz va okey, chiqdim. Tayyor. Ana endi buni eng ustki qavatga o'rnatish kerak menimcha. Eng o'rtasi qayerda buni? O'rnatib bo'lmayapti-ku. Mayli, to'xtaylik, bitta qatorda shuni chopib o'ramiz, короче. Chopmasak bo'lmaydi o'zi. Okey, 2 qator, 3 qator chopib o'rayin, baribir kerak emas buncha joy. 3 qator chopib o'ramanda o'rtaga o'rnataman mana buni. O'rtaga o'rnatib bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta bunaqa o'rnatib qo'yish kerak. Buni keyin joyiga qaytarib qo'ysam bo'ladi, mana va mana. Takoy. No'atak mana bu qo'limdagi nima edi, bloklarda ham mana bunaqasiga qo'yib qo'ysam bo'ladi. Buncha takoy tursak, obbo, qo'limga har qo'nsin bor, qiyshiq qo'yaveraman. Bunaqasiga qo'yib qo'yamiz. Bu tomondagisi ham xuddi shunaqa qilib qo'ysam chiroyli turadi shekilli. Va mana endi takoy bo'ldi, bor, normal. Qayerdan chiqib kelgandim, mana shu yerdan ekan. Asta tushamiz. Bu yerda ham narvon turib tursin, hali kelajakda olib tashlashga to'g'ri kelib qolishi ham mumkin yoki boshqa narsa bo'lishi mumkin. No'atak dahshat chiroyli tushdi, bor. Janob merga aytib ketay. Janob mer, o'rnatib qo'ydim. Bo'pti, mayli, boraver endi. Mayli, rahmat janob mer. Arzimaydi. Yaxshi bo'ldi, muammo hal bo'lgani.